ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana biz Qalqon himoya omma axborot vositalari Andijon viloyati Marhamat tumani hokimligidamiz. Biz hozir hokim bilan uchrashuv belgilash bo'yicha mana shu ruxsat so'rayapmiz. Bu yerda Andijon viloyati Marhamat tumanidan fuqaro tomonidan ariza tushgan. Fuqaroga ajratilgan yer qaror bekor bo'lmasdan turib, boshqa fuqaroga yana qaytadan qaror chiqarib, hozirgi kunda ikkita fuqaroning o'rtasida katta janjallar bo'layotganligi bo'yicha mana bizni kuzatib borasizlar. Tuman hokimligi bilan hozir suhbat qilamiz. Buning uchun tuman hokimligi hozir tayyorgarlik ko'ryapti biz bilan suhbat qilishga. Mana siz shuni o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Yer, bino inshootga bo'lgan huquqini davlat ro'yxatga olingani to'g'risida guvohnoma ko'chmas kadastr xizmatidan olishligi ko'rsatib o'tilsin deyapti. Siz ya'ni fundament qo'yib, g'ishtni urib, tomni yopib, obyekt bitirgandan keyin kadastrga borib, yeringizga, mulkingizga guvohnoma oling deyapti. Keyin bu o'rtada bitta boshqa odamga berish bordi, hokimning qarori bilan. Keyin hokimga uchradim, prokurorga kirdim, mana prezident siyosatiga qarshi borib, yaxlitimiz boshqa emas qarorlar bekor bo'lmagan holatda yerda boshqa odam Protsess bormi shunga? Bu bering. Keyin xodimga beraman. Keyin prokurorga olib bergandan keyin men prokurorga talab qo'yganman, Rafiqov degan. O'padi, men aytdimki, mana prezidentga qarshi borib mana qilyapti, aksiyonda bermadi. Hokimda bugun o'zi hamma berasan deganman Rafiqovga. Deganimdan keyin men unda o'sha o'tirib 4 soat ichida 5 hal qilib, ikkinchi chiqqan qarorga prokurorga protest keltirib beraman dedi. Protest keltirib berdi, mana turibdi. Undan keyin protest keltirib bo'lgandan keyin 2018-yili qa'dan topyapti. Mana bu binoga qaror chiqaryapti 706 sutkaga. Bular zaxiraga olyapti 7 sutka qilib olyapti. Mana shunaqa qilib nima bo'lyapti-da? Zaxiraga olganing kimgadir beradi, berishim uchun oladi deyapsiz, ha? Beraman deb. Yo'q, endi bu zaxiraga olmasdan turib oldin birovga berib olgan. Ha, zaxiraga olmasdan turib birovga berib olgan. Men zaxiraga olib qo'ygansan, mana bunaqa holat bo'lgan degandan keyin prokuror ikkinchi chiqqan qarorga protest qilgan, tuman hokimi bekor qilib yuborgan uni. Meni qarorimda 6 sutka yozilyapti, bular zaxiraga olyapti 7 sutka yozyapti. 7 sutka, 1 sutka meni Gastinni ruxsati bor qurilishga, mana o yildan mana o yilga qilasan demagan. Ekspertiza mana bu kadastr xatolik ko'rinib turibdi. Buni o'ziniki mana deb turing. Kadastr xatolik. Kadastr mana buni ro'yxatga olishda monitoringda nima o'rganmay, o'rganib monitoring qilish kerak. Emas bu, xatlovda olingan joy bu. Xatlarda olingan. Foydalanuvchi Bahodir Zaynabxon Olsoti deyapti. O'sha odam, mana shu odam. Yer vaqtida yer, mana shu odamning qo'lida qarori bor. Qarori bo'lsa hujjat rasmiylashtirmaydi. Ariza bilan murojaat qildim. 2009-yilda berilgan. O'rganish jarayonida komissiya shuni obyektlari sizlar tanasida Tangani ikkinchi tomoni ham borda. Hozir bu yopishyapti-da. To'g'risi hozir kayfiyat uzilib qolyapti. Yo'q, kayfiyat uzilmasin. Ular yarim himoyachisimizlar, bular biroz qo'shilib janjallashyaptilar. Yo'q, bitta narsada sizga janjal. Opani menga misol uchun umuman anaqasi yo'q-da. Yo'q, qo'yiladi deganingizga aytyapman. Yo'q, opaga doim boradi, huquqqa tushuncha beraman. Meni vazifam. Men gaplashib gaplashinglar ko'ring. Mana kadastr bu yerda fuqaroni ayblaydi. Yana bir joy bor. Kadastr shu vaqtda xatlovda nizom bor. Nizomda aytib qo'yib, komissiya tayinlangan. Nizomda haqiqatda kimniki bo'lsa qarorni olib kelib registratsiya qilishi shularga o'rgatsin, shuni qildirsin degan ma'noda xatlov bo'lyapti bu yerda. Ko'rib o'tib ketsin-da yana qolsin degan emas. Joyim yo'qligi uchun uy joyga deb ariza qilganimda menga tashlab ketgan joy deb o'ylayman, lekin qo'limda hujjatim yo'q, menga hujjat bermagan. Undan keyin opa dedi, siz savdo maishiy xizmat shoxobchasini qurasiz, sizga yo'lni boshidan joy qilib beramiz deb menga uni joyda bergan. Hozir zaxiraga olib qo'yapti, mana bu joyda olib qo'yaptimi, u joyda olib qo'yaptimi, to'shni ko'rsatib berilgan yo'q. Qilinmagan, yo'q. Aniqlik shu kiritish kerak deb turibmiz. Shunga aniqlik kiritsin. Shuni aniqlik kirsa buni olish bo'yicha zaxiraga bo'lgan bo'lishi mumkin deb iddio qilyaptilar. Ha, shunaqa deb iddio qilib turibman. U joy olinganmi, bu joy olinganmi? Aniq nimasi ko'rinmagan. Ha, sotkini bu yerda yo 7-8 sotik deb bergan, u yerda aniq qarorda 6 sotik deb bergan. Lekin hozir olganda 7 sotik. Olganda 7 sotik deb olyapti. 7 sotik deyapti. Ha?
Zahiraga 7 sotlik deb olyapti. Zahiraga hokimiyat mana shu olyapti. bo'lishi mumkin deyapti. Men mana shu bo'lish mumkinmi deb so'rayapman. Lekin mana mana turibdi. Ayling bo'ldi. Shu xolos. Mana bu yerda bular o'zlari ko'rsatib o'tdi. Mana Andijon viloyat adliya boshqarmasi xat beryapti. Xatda aytyapti, bu yerda ijaraga olish tartibi xato qilingan deb o'zi ko'rsatib turibdi. Bu yerda yana prokuratura ham shunday ko'rsatma beryapti mana. Tagida Yerdan foydalanuvchini Pakiyev. Rafikov ekan. Mana bular beryapti bu yerda, bular ham xato. Ikkalasida ham ta'minotga kiritish, protest kirish huquqlari bor-ku. Sudga mana tadbirkorimizni shunday qilib yurmasdan sudga ta'minot bilan qanday sudga chiqish huquqlari bor. Ikkalasining ham. Shu yordam bersa, lekin mana oddiy qog'oz bilan javob beryapti bular. Buni bir Mana endi endi oxirgi- oxirgi desa bo'ladimi? Fuqarolarning tadbiriga befarqlik desa bo'ladimi? Bir so'z bilan aytganda. Endi befarq deb aytsa bo'ladi. Nimaga mana befarq bo'lyaptilar? mana Endi bu yerda o'zi tuman hokimligi, prokuratura, endi bularni ham biz so'rab qolamiz, shu narsalarni yaxshi o'rganib turib, tadbirkorimizga yordam bersalar. Biz mana bunday qilib vaqtni ketkizib kelib yurib, qancha mablag'lar sarf bo'ladi mana. yo'q, manada eshitmadida 2018-yildan beri birov eshitmadi. Men sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Opa qarangda, mana Abdulla akam hamisha aytadi, hokimlar yaxshi ishlayapti hozir. Prezidentimiz shuncha imkoniyat bergandan keyin. Bunchalik imkoniyat berilmagandi mana shu yoshimga kelguncha. Mana to'g'ri 2009-yillarda ham bunaqangi imkoniyatlar yo'q edi. Nima deysiz shu gapingizga? Mana hokimlarga shuncha imkoniyat berilayotgan ekan. Hokimlar nimaga bunchalik befarq, nimaga tadbirkorlarni bunchalik qo'llab-quvvatlamayapti? Shu bo'yicha Endi bu yerda hokimliklarning harakatsizligimi, yo befarqligimi degan mana kecha kirgan vaqtimizda shunday ko'rsatib berdik hokimga. Tuman hokimligining hamma mutaxassislarini yig'ib gaplashdik. Prezidentning 5 yil strategiyasi bo'yicha 5 tashabbus bo'yicha strategiyasini ko'rsatib berdik. Mana shunda 5-banda ayollar qo'llab-quvvatlashi bor deb o'ziga aytib o'tyapmiz. Endi bundan tashqari bizda ularga qanday qilib tushuntiramiz? Haqiqatdan marhamat tumanida mana shunday harakatlar juda ko'p ekan. Mana ko'rsatib beryapti. Tadbirkorlarimiz bitta emas, qancha chiqyapti bizga. Hozir mana Tuman hokimi shuni inobatga olib turib harakat qilsalar. Buni yuqoriga chiqarib o'tirish tuman hokimligini vaqt degan hokimlar sirasiga kiradimi hozir marhamat? Hokimiz nima deysiz? O'zingiz fikringizni bilmoqchiman faqat. endi lekin men ko'rib turib hozir maqti degani kiradi deb ayta olmayman buni. Hozir bir fikr bera Yo'q, olmaysiz. ko'p masalan bu inshoqlar tashkilotlardan nima bo'lsa bo'lganmiz shu yoshgacha narsa ko'rib yuribmiz. Mana prezidentimizning bu o'zlarining boshqaruv vaqtida mana ko'p ishlar ko'rdik. Haqiqatan prezidentimiz qarorlar chiqaryapti. Qancha qonunlar bor? Qancha qarorlar bor? Men shunga mana men foydalanolmayapman. zaxiraga olib qo'yib turib, mana hech kim sota olmayapti barda. Nima deb bular qo'lida bekor bo'lmagan qaror turibdi. Ajratish qarori. Buni bekor qilsa-di, men haqli deb aytar edim hokimga. Lekin zaxiraga olib qo'yib turib, yana 5 yil orqa surib berdi, bular qurib olishi mumkin edi. Endi shu qonunlarga tushirishini prezidentimiz tadbirkorlari e'tibor berayotganini o'zlari his qilib turib, bu narsani iloji boricha ijobiy hal qilishini so'rab qolamiz oxirida. 500 davlatga soliq to'lab. Ha, mana qancha soliq to'lab buni egallab, biz lekin bular haq deb o'ylaymiz. Endi mana yaqinda respublika prokuraturasidan sayyor qabuli bo'ldi. Men shu sayyor qabuliga ham kirdim. Shu sayyor qabulini javobini ham olmadim men. Mana bunga 1,5 oy bo'lyapti. Shunda tuman hokimimiz bilan gaplashdim. Muammoni aytdim. Tuman hokimi aytdiki, bu muammoni men hal qila olmayman dedi. Tumanda otasi hal qila olmagandan keyin kimdir hal qilish kerak-da bu narsani. Murojaat qildim. Turib shu joy o'zim ishsizman. Quray, ish bilan ta'minlanay o'zim va odamlarni demasam ham o'zimni ta'minlab turay, orqamdan sekin-sekin bo'ladi. Mana tadbirkorlik faoliyatimni boshlaganimga 10 yildan oshyapti. Ana hozir 2019-yili o'zimni pulim bilan investitsiya kiritdim men. Hozirgi kiritgan investitsiyalarim pechkalari, mana xamir apparatlari bitta sex meni ko'chada yotibdi. Mana akamni do'konida yotibdi. Hozir borasizlar, mana ko'rasizlar. Hozir siz qarangda 2018dan buyon
Bizda yuribman deyapti. 2018-yildan beri. Ha? Chora topilmadimi shu? Chora topilmadi. Nima sababdan bular hali prezidentimiz chiqarayotgan nima qarorlaridan mana menga yetkazib kela olmayapti. Nima men bilan hokimiyat o'rtasida yoki kadastr o'rtasida kimnidir yoki yurist o'rtasida adovat bormi? Shu prezident siyosatidan ham shu o'zini shaxsiy adovati ustun turibdimi bu yerda? Yo'q, hozir siz nima deb ham o'tdingiz? Sababi nima? Yo'q, Mardikor bozor, ayollarni Mardikor bozor bizda bor, shu yerga bor deb aytishdi. Ha, mana men shu yerga boraman. Masalan, boraveraman. Haligi halol unaqa peshona teri qilib topganing boshqa. Lekin men u joyga borgan taqdirimda ham 10 yildan beri ular ish qiladi. Meni kirgizmaydi aytgan. Men qayerga borishim kerak? Ular faxrlanib aytyapti, bizlar Mardikor bozor. Ha, mana biz mana olib boraman, ko'rasizlar bu jarayonni. Yosh yigitlar turibdi Mardikor ishlab, ayollar turibdi Mardikor bozorda. Ana shu faqat Marhamat rayonini ayollari, ana shu faqat Marhamat rayonini odamlari. Hech qachon Xo'javatga kelib turmaydi, Asakaniki borib turmaydi u yerda. Faqat Marhamat rayonining O'qchi MFI, UIC MFI'ni, Do'stlik MFI'ni ayollari shitda turadi. Mana boraveraman, agar ilojim yo'q. Ishsiz bo'lganimdan keyin qaysi bir kun borishga majbur bo'laman. Sog'ligingiz to'g'ri keladi, Endi mana haqiqatdan ham sog'ligi, mana shuni orqasidan insult o'tkazib oldim. Gipertonichеский insult deb diagnoz qo'ydi, insult o'tkazib oldim. Bu yer qimirlashga o'xshagan bo'lar ekan, bir marta bo'ldingizmi, obratni yana bir marta bo'lasiz ekan. Endi ikkitani o'tkazib oldim. Nimaga o'tkazdim? Menga imkoniyat bo'lmadi, meni bo'g'di, menga unaqa sharoit yaratib bermadi. Menga bermasin sharoit. Menga o'zimni joyimni balinaqa majburlab zo'ravonlik yo'lida mana zaxiraga olib qo'ydi. Ey, zaxiraga olyapman deb 4 ta odam kelib menga ogohlantirganda, to'xtab tur, mana pulim bor, mana hozir tikaman. Imkoniyatim mana endi bo'ldi. Nima sababdan olasan? Faoliyatim bor. Oyoq qo'lim sog', mana joylarimni mana hozirgi kunda mashiga olgan joyimni arendada maktab ishlatib turibman. Quraman bitkazaman deymanmi? Hech nima yo'q. Bu zaxira qog'ozini ham keyin so'raganimdan keyin berdi. Siz yeringiz zaxiraga olib qo'ydi degandan keyin hokimiyatga borib turib oldim men buni. Qani shu zaxiraga olgan qog'ozingni qararing deb. Mana bu yerda endi mana tadbirkorimizning qilayotgan arz dodini eshitdingiz. Mana tuman hokimligi, viloyat hokimligi endi bu narsalarga prezident o'zi kelib qilib bermaydimi men bilishimcha. Mana prezidentdan shu so'rab qolamiz. Mana tumanda bo'layotgan holatlari qisqa bo'lsam ko'rdingiz. Ko'ryapsizlar. Respublika prokuraturasi, Adliya vazirligi shu nimalarga tadbirkorlarimizning hujjatlari borgan vaqtida shuni sudga chiqarish tartiblarini qilish kerak. Shu zaxiraga olgan bo'lsa, haqiqatan bizga uni xat nimada bermasdan taqdimnoma sifatida, protest sifatida sudga o'tkazib bekor qilib zaxiraga olish tartibini xato deyapsiz. Lekin bekor qilmayapsiz. Shuning uchun biz mana prezidentga murojaat qilib, prezidentga aytadigan gapingiz bo'lsa, boshqa qamabdi berdi sizga. Gapingizni aytib hamma gapga aytdim. Hurmatli prezidentimiz bizga chiqargan ayollarga imtiyozlari shunchalik yaratib qo'ydi. Burun 2009-yillari bunday imkoniyatlar yo'q edi. Bu narsalar bizim Marhamat rayonida ham ijobiy hal bo'lishini so'rab murojaat qilaman. O'zingiz shaxsan o'zingiz tadbirkorlarga bo'layotgan shunchalik sharoitlar yaratib berayotgan ishlaringizni nazoratga olishingizni so'rayman. Marhamat rayonini. Hozir o'sha Mardikor bozordan 4 ta xotin qizni mana shu joyda hunarli qila olasizmi? Albatta meni yo'nalishim non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'nalishim. Shu arendada Marhamat shahrini markazida joy olib kelgan bo'lsam 2 smenada ishlardi. Marhamat rayoni bozoriga 300 ta qallama chiqarardik, Asakani bozoriga 250 ta chiqarardik. Faoliyatim 2 smenada olib borganman. Kunduzgi 1 smenada 2 ta erkak kishi povur bo'lib ishlardi, bitta ayol kishi tozalikda ushlab turardi. Meni hisobda 6 ta ishchim bor edi. Mana hozir shu 6 ta ishchiman, o'zim ham yo'q. Albatta, albatta. Bu albatta bozori yo'qotishga harakat qilasiz. Xudo xolasa, bu ayollarning yo'nalishi bo'yicha meni yo'nalishim. Har qanday ayol pishiriq kuydirishni biladi. Mana bog'chalarimiz ko'p. Hozirgi kunda juda ko'p xususiy bog'chalarimiz. Mini pishiriqlar bilan ta'minlasam bo'ladi. Mana do'konlarimiz ko'p, xususiy tadbirkorlar, mana do'konlarga mana bo'lichkalar qilsak bo'ladi. Mana hozirgi produktlarimiz ham normalniy hozir mana hamma yo'da sharoitda yaratib berdi. Burun izillar boshqalardan, qora suvlardan olib o'tardi. Men misol margarinlarda o'shalardan olib kelardim. Hozir mana hamma yo'q bor. Hamma yo'q bo'lgan paytda, hamma yo'qni tayyor qilgan paytda mana yerda olib qo'ydi. Yerda olib qo'ydiki, juda yomon achinarli holatda oldi. Men yana bitta narsa prezidentdan Saida Mirziyoyevadan shuni so'rab qolaman. Mana shu bo'layotgan Marhamat tumanida xotin-qizlarga bo'layotgan e'tibor va shaxsan o'zlari nazoratga olishni so'rayman. Mana hozirgi joylari mana shu hamma narsam pulga kelgan. Men sohatiga kiramni pulga ishlatganman.
menga pul beradiganim yo'q, yolg'iz ayolman. Mana piltalarim yorilib yotibdi, to'sib qo'ygan zaborlarim olib kirishib ketgan. Endi kim oldi demayman, lekin ochishib tashladi bu joylarni. Qarang, siz o'zi yurist bo'lib ketibsiz 7 yildan beri izingiz bo'lib. Ha, endi hozir yer olib qo'yish tartibini buzgan, yer kodeksining 38-moddasini buzib, 2018-yili hokimlarimiz vakolatidan olib qo'ygan bo'lgan taqdirda ham yerga berish, yerlarni olib qo'yish mana 2018-yili 21-noyabrda 1082 qarori bilan sobiq tuman hokimimiz olib qo'ydi bu yerda. O'sha paytda vakolati yo'q bo'lgan deb o'ylayman. yana 38-moddaga nima qilmasdan. Ha, 38-moddani qonunlar shu moddani 38-moddani qonunlarga amal qilmasdan qo'pollar ravishda mana prokuratura berib turibdi, adliya berib turibdi, "Ey, noto'g'ri olgansan" deyapti. Shunda ham prokuraturani ham nazar pisand qilmayapti bu tashkilotlar, adliyani ham qilmayapti. Mana 2018-yildan beri mana sarsonman. O'rtada mana qancha yil o'tib ketdi. Men topadigan dahotimni ham topolmay qoldim mana hozir. Bitta aytyapti mana sizlar sonini qisqartir, kambag'allikni chiqartir deb. Meni bitta ishsiz qilib qo'ydi-yu, bitta kambag'alni yaratib qo'ydi-yu bular.